Hurmatli ota-onalar, voyaga yetmagan yoki endi 18 ga to'lgan farzandingiz bormi? Ularni doimiy nazoratda ushlashga harakat qiling. Chunki oxirgi vaqtlarda voyaga yetmagan yoki endi 18 ga to'lgan yoshlar ishtirokidagi jinoyatchilik soni sezilarli darajada ortgan. Bunga sabab ota-onalar ishdan charchab kelishadi, farzandini qayerga borganligini, kim bilan yurganligini, nima ish bilan shug'ullanayotganligini surishtirmasligini oqibatida yoshlarimiz bilib bilmasdan jinoyat yo'liga kirib qolmoqda. Men bir jinoyat ishida ishtirok etdim. U jinoyat ishida 10 ga yaqin endi 18 ga to'lgan yoki 18 ga hali to'lmagan yoshlar ishtirokidagi jinoyat ishi edi. O'sha jinoyat ishi doirasida yoshlar nima qilishgan? Telegram bot orqali xalq tili bilan aytganda geylar, ya'ni galboylarni chaqirishganda, ularni turli xil videolarga olib, o'sha videolarni tarqatmaslik hisobiga ulardan pul talab qilishgan. Buning oqibatida bu harakatni o'zi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 165-moddasidagi tovlamachilik jinoyatini tarkibini berib, shu tovlamachilik jinoyati sanksiyasi doirasida javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ldi. Voyaga yetmaganlarning har biri 5 yil va undan ko'p muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuning uchun ota-onalardan iltimosim shuki, doimiy ravishda farzandingizni nazoratda ushlang.